Xo'sh, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yana bir bor hurmatli obunachilar, biz yana bitta ustun hujjatlarni yakun boshladik, xudo xolasa. Xo'sh, bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Loy shaharchasidan bir 6 kilometr o'tgandek qishloqqa keldik. Taqdir taqazoni qaranglar. Opalar, singillari apalariga podarka qilmoqchi bo'lib, bizga internetdan mebel zakaz qilishibdi. Taqdirda qarangki, apalarini o'zi bizga telefon qilib, через internet servan zakaz qilgandilar, narigi xonasiga servan terib berganmiz. Final deydi, uni ham xudo xolasa videosini nasib ko'rsatamiz. Endi uylariga, o'zlariga, ya'ni apalariga podarka qilib, spalninga turib aytibdilar. Endi sizlarga spalninga turdi, olib o'rnatib berishimizni videolarni nasib bo'lsa tushuntirishga harakat qilamiz. Mana bu sizga xonamiz. Xo'sh, xona mana bu taraf, bu dahliz deymizmi? Dahlizdan kirib kelish, mana bu yotoqxona bo'lyapti. U tarafga ichkariga banya qilishgan, bu taraf hovliga qaragan deraza. Mana bu yerda ozroq kichkina narchamiz bor, mana bu yerda bir 45-50 sm yuradigan yo'l qilishgan. Endi klientimiz aytibdilar, "Ukajon, mana shu tarafga spalnini bu tarafga boshini qo'yishimiz kerak, bu tarafga shkaf deyishyapti." Yo'q, shkafimiz uzunasi 270, shkafni qo'ysak spalni sig'maydi. Hozir biz nima qilib beramiz? Bu tarafga shkafni qo'yib beramiz. Spalnisini boshi bu tarafga qarab bosh qo'yib yotsa bo'lar ekan, bu tarafga qarab boshini qo'yamiz. Trimosi, tumishkalarni bu xonaga qo'yib berishimizni so'rashdi. Nasib bo'lsa, sizlarga chiroyli video qilib berishga harakat qilamiz. Biz ishimizni boshladik. Xo'sh, assalomu alaykum. Yana bir bor hurmatli obunachilar, yana bitta ustun hujjatlarning yakuniga yetdik. Bugungi manzilimiz Jizzax shahar Saraylik mahallasini o'ziga olib keldik mebelda. To'g'ri eshitdik, Saraylik mahallasini o'ziga mana shunaqa ajoyib bo'lgan mebelimizni olib kelib o'rnatib berib ketyapmiz. Nasib bo'lsa, kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqa qilib qo'yasizlar. Xo'sh, mana ko'rasizlar, bu trimosdan boshlaymiz. Mebelimiz yuza qism MDF, korpus qismi laminatdan bo'ladi. Uzunasiga 45-90 o'rtasida 50. 1,5 metr bo'ladi. Biri 40, biri 45 bo'ladi. Plus minus 2-3 sm. Balandligiga 180 bo'ladi. Ko'ringlar, ishoninglar, juda ham zo'r narsa qilingan. Xo'p, ichlarida polka bo'ladi. Oyoqlarda mana bu tillacha oyoqchalari, ana bu eshiklari. Mana gullarni qaranglar, anchagina allambalo. Xo'p, tortmalar ikkita bo'ladi har doimgidek. Tepada yana bitta dabavka tortmasi bor, uni ham ko'rsatib o'taveramiz. Ana bu tepada tortmasi. Kelinlarimiz uchun zebu ziynatlarni qo'yib qo'yishga ajoyib bo'lgan narsamiz. Ko'ringlar, shampan svet bo'ladi. Mana bu trimosi ham 3 ta oyna, ya'ni etajerkali qilib oynani qilganmiz. Oynalar diziga har doimgidek charxlangan bo'ladi. Mana bu yerga tillachalar yopishtirilgan. Ko'ringlar, o'zimizga ham rostagina yoqib ketyapti. Xo'p, tumbichkasini ikkita bo'ladi. Tumbichkasini ko'rsatmaymiz, keyingisida narigisini ko'rsatamiz bahonada. Shkafiga o'tamiz. Shkafning uzunasiga 270, 265, 270 bo'ladi. Plus minus 2 sm. 3 ta xona bo'ladi. Ikkita kiyim ilishga, o'rtasi kiyim taxlashga. Mana bu yerda klientimiz, "Voy ukajonim, mana shuni bizga iltimos tortmali qilib bergan" deganlarga, yana tortmali qilib berdik. Yana kimlarga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Ozroqroq xarajat bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, uymali MDF-ligini aytdik. Ichlarini ko'rasizlar, ichlari rovna 50 sm, oshiq-moshiqlari 4 tadan, tepada shapka polka, vishilkamiz bor. Ichlari ham 50 sm-ligini aytdik. Mana ichlarni, yuza qismini ko'ringlar. Anchagina bejirim. Yuqori qavatida 2 tashqi mana bunday qilib qosh qilingan. O'rtasi ikkita chekkasi bir xil, mana ichlarini ham bir sizlarga ko'rsatib qo'yilgan, ichlari ikkita chekkasi bir xil bo'ladi, shuning uchun vaqtlarini olmay qo'ya qolamiz. Ruchkasini qaranglar, ruchka bitta yuqorida, bitta pastda. Mana shunaqa qilib qo'yiladi, mana bu ikkita yonma-yon bo'lsa, eshigimiz zazori ochilmay qoladi, shuning hisobiga. Yangicha ruchkamiz, ichkaridan qotiradigan ruchkamiz, shuning uchun shunaqa qilib qo'yiladi. Mana bu sizga ichlari. Xo'sh, polkalarni ko'rsatdik, hamma joyini ko'rsatdik, shkaflarda. Endi spalnis bilan tombichkasiga o'tamiz. Mana tombichkasi. Tombichkasiga bitta gap, bitta narsa kamlik qildi aytaylikmi? Xudo xolasa zakaz bersa sizga shuni qilib beramiz. Mana bu yerga bitta svitelnik qo'yib beramiz. Svitelnik bilan juda ham ajoyib bo'ladi. Svitelnikka adashmasam shu 200 minglar raznica qiladi. Xudo xolasa unisini ham ko'rsatamiz. Xo'p, tortmachalarni ko'rasizlar, mana tortmachalari. Mana o'zlaring qo'yinglaringga ishlataverasizlar. Tumbichkasi ikkitaligini aytdik. Mana bu spalnisi bo'ladi. Spalnisi uzunasiga 2 ga 170, matrasi razmer. Matras xohlovchilar uchun matras qilib beriladi. Mana bu dispi. Mana boltga ekaliga olinganiga ham e'tibor berasizlar. Mana bu spalnimizning qoshi. Xo'sh, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqa qilish qo'yasizlar. 91 kodi bilan 941 45 ga aloqa qilasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastlab ko'rsatgan xizmatlarni mutlaqo bepul qilib beramiz. Kamina xudo xolasa xizmatlaringizda bo'lib, o'zimiz olib borib o'rnatib beramiz. Zakaz berasizlar, zakazlaringizni 3 kundan 5 kunga zakazlaringizni qabul qilib, yana qolgan zakazlarimizni hisob-kitobini olib, nasib bo'lsa, uyingizga olib borib beramiz. Hoy, через internetdan ishoninglar, bir xillar yo'q, o'zim borib ko'raman, пожалуйста, ko'rib
o'zlaring ko'rib olmoqchi bo'lsalaring kelaveringlar. Bizda ishlab chiqarish sex. Yo'q, ukajon, men senga ishonaman, через internet sizlarning internet orqali ham zakaz olyapmiz. Ko'ringlar, kimga qaysi ma'qul bo'lsa, Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastlabki so'roq xizmatlarimiz mutlaqo bepul, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda albatta qilib beramiz. Nomerlar qoldirganmiz, aloqaga chiqasizlar.